Qandaydir zax-havoli yerda bir inson ingragancha ko'zini ochdi. Shu onda to'g'risidagi monitor yonib, qandaydir niqob taqib olgan inson unga gapira boshladi. Salom Rich, o'yinga xush kelibsan. Sen nima bo'layotganiga tushunmayotganing aniq. Kel o'yin o'ynaymiz. Seni bu yerga tushib qolishingning sababi sen juda ko'p qizlarni uvoliga qo'ygansan. Ko'plab qizlarni o'rnomisini to'p-to'p hayotini barbod qilgansan. Aslida sen bu hayotda yashashga loyiq emassan. Sen iflos, pastkash odamsan. Men bugun sen bu hayotda shu zaylda yashashda davom etasanmi yo'qmi? Bu dunyoda yashashga arzisanmi yoki yo'q? Shuni bilish uchun seni isnab ko'rmoqchiman. Demak, meni eshit. Hozir sen xona markazida qo'llaring orqaga qayrilgancha yerga yuztuban bo'lib xona shiftida bog'langan zanjirga qo'llaring bog'langan holatdasan. Seni qo'llaring orqaga qayirib bog'langan va yerdan 2 qarich teparoqdasan. Ko'rib turganingdek pastda yerda bo'yningning to'g'risida benzopiyola turibdi. Seni sinoving shuki, hozir vaqt boshlanganda zanjir har sekundda seni yerga tushiradi va seni bo'yning to'g'ri benzopiyolani o'tkir zanjirlarga borib taqalganda sen bu hayot bilan vidolashishingga to'g'ri keladi. Yoki sen qo'llaringni biridan voz kechasan, shunda sen omon qolasan. Qara Richi, o'zing tanla. Hayot yoki o'lim. O'yin boshlandi. Vaqt boshlangach signal ovozi eshitildi. Benzopiyola o'z-o'zidan ishlab ketdi. Richida bor yo'g'i 1 daqiqa vaqti bor edi. U qancha urinmasin tagida turgan benzopiyoladan qutula olmadi. Chunki u qattiq qotirilgan edi. Aksiga olib Richining oyoqlari ham qattiq bog'langan. Yashash uchun kurashish kerak, hayot uchun qo'lidan voz kechish kerak. Richi ko'p harakat qildi, lekin bo'lmadi. Oxirgi soniyalarda jonliroq harakat qilib silkingan Richining omadi keldimi? Richining qo'ltig'i tagidan benzopiyola zanjiri aylangancha o'tib ketdi va Rich o'zini chetga otdi. Lekin shunda ham u qattiq jarohatlandi va omon qoldi va bu o'yinda g'olib chiqdi. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Ushbu hikoya sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib keting, pastda kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirishingizni kutaman.